30-36 oy. Farzandingiz 3 yoshga yaqinlashganda uni mustaqilligi, tasavvuri va muloqot qobiliyatida katta o'zgarishlarni payqaysiz. Bu davr ko'pincha go'daklik va maktabgacha yosh o'rtasidagi o'tish davri sifatida tavsiflanadi. Bolalar o'zlarini yanada kuchliroq namoyon eta boshlaydilar. Chegaralarni tushunishni boshlaydilar va dunyoni qiziquvchanlik hamda ishonch bilan kashf etadilar. Bu yoshdagi aksariyat bolalar nimalar qila olishadi? Ijtimoiy va emotsional, keng ko'lamdagi his-tuyg'ular, g'urur, uyat, rashk kabi tuyg'ularni namoyon eta boshlaydi. Ota-onasidan osonroq ajrala oladi, ammo ularni yonida bo'lishni afzal ko'radi. Parallel o'yin, boshqa bolalar yonida o'ynash bilan shug'ullanishni boshlaydi va hamkorlikdagi o'yinga dastlabki qadamlarni tashlashi mumkin. Ba'zi bolalar o'yinchoqlar yoki kundalik tartibga kuchli bog'lanish ko'rsatishi mumkin. Til va muloqot. 3-4 ta so'zdan iborat gaplar bilan gapira oladi. So'z boyligi tez ko'payadi. Ko'pincha 200 tadan ortiq so'zga yetadi. Oddiy kim, nima va qayerda savollarni tushunadi. 2 bosqichli ko'rsatmalarni bajara oladi. Masalan, o'yinchog'ingizni oling va uni stolga qo'ying. Nutqi oila a'zolaridan tashqari odamlarga ham tushunarli bo'lib boraveradi. Anglash, o'rganish, fikr yuritish, muammolarni yechish. Narsalarni shakli va rangiga qarab ajrata oladi. Tasavvurga boy o'yinlar o'ynay boshlaydi. Qo'g'irchoqni ovqatlantirish, ovqat pishirayotgandek qilib ko'rsatish. Vaqt tushunchalarini tez orada yoki keyinroq singari anglay boshlaydi. 3-4 bo'lakli oddiy boshqotirmalarni yecha boshlaydi. Harakatlanish va jismoniy rivojlanish. Yaxshi tirmashadi va oson yuguradi. 3 g'ildirakli velosipedni mina oladi. Zinadan har pog'onaga bir oyog'ini qo'yib, yuqoriga va pastga yuradi. 6 yoki undan ortiq kubikdan iborat minora qura oladi. Rangli qalam bilan doira yoki chiziqni chiza oladi. Bir qo'lni ikkinchisiga nisbatan ko'proq ishlatishni boshlaydi. Qo'l ustuvorligi paydo bo'ladi. Nimalarga e'tibor berish kerak? Har bir bola o'ziga xos tezlikda rivojlanadi. Lekin agar farzandingizda quyidagi holatlar kuzatilsa, bolalar shifokori bilan maslahatlashing. Tez-tez yiqilsa yoki zinapoyalardan chiqishda qiynalsa. 3 yoshgacha oddiy gaplarni sut ichmoqchiman ishlatmasa. O'yinlarda birovlarni rolini o'ynamasa yoki taqlid qilmasa. Boshqa bolalarga qiziqish bildirmasa, ilgari egallagan ko'nikmalarini yo'qotib qo'ysa. Ota-onalarga maslahatlar. Mustaqillikni rag'batlantiring. Farzandingizga oddiy yumushlar, dasturxon tuzash, o'yinchoqlarni yig'ishtirishda yordam berishiga imkon yarating. Birgalikda o'ynang. Rolli o'yinlar, choy majlisi, do'koncha o'yini bolani tasavvuri va muammolarni yechish qobiliyatini rivojlantiradi. Tinimsiz suhbatlashing. Narsalarni nomlang, harakatlarni tasvirlang va oddiy savollar bering. Har kuni kitob o'qing. Qisqa hikoya va rangdor rasm kitoblarni tanlab, farzandingizga tanish iboralarni davom ettirishga undang. Tanlov imkonini bering. Oddiy variantlar: olma yeyishni xohlaysanmi yoki banan? Bolangizga qaror qabul qilishni o'rgatadi va asabiylashishni kamaytiradi. Ijtimoiy ko'nikmalarni qo'llab-quvvatlang. Xavfsiz, nazorat qilinadigan muhitda tengdoshlari bilan o'ynash imkoniyatini yarating. Jismoniy faollikni rag'batlantiring. O'yin maydonchalarida o'ynash, 3 g'ildirakli velosiped minish yoki koptok o'yinlari muvozanat qobiliyatini rivojlantiradi. 3 yoshga kelib, bola kichik suhbatdoshlarga va faol o'rganuvchilarga aylanadi. Sizni yo'l yo'riqlaringiz, muhabbatingiz va sabrli munosabatingiz tufayli ular tobora mustaqil bo'lib boraveradi. Ayni paytda sizdan dalda va xavfsizlik izlashda davom etadilar.